yettuvdim bunga jim o'tirdik. O'zingga yomon bo'ladi. Kirib bor. Bir sekunda topaman. Shomi hozir oldidan o'tamiz. Xizmatdagi xodimga hujum qilgani uchun yana 2 sanga. Qilmaganman bu ish. Och eshikni. Ochmayman. Qasam ichaman. Men podstava qilishdim. Xudo ursin. Men qara. Sen qamoqdan qochding. Ishonsam, bu uchun senga yana qo'shib berishadi. Agar hozir taslim bo'lsang, qarshilik ko'rsatmadi. O'z oyoq bilan keldi deyman. Och. Aytdim meni podstava qilishgandi. Просто ozgincha vaqt beringlar menga, men o'zim isbotlayman hammasini. Keyin oldinglarga boraman. Bahrom meni yaxshilab eshitgin. Agar hozir taslim bo'lsang, keyingi yil operatsiyaga berishim mumkin. Lekin qochib ketsang, orqaga yo'l bo'lmaydi. Qayta olmaysan. Tushunaysanmi? Eshitasan meni? Men ishonmayman senga. Seni deb o'rtoqlaring qamalib ketishi mumkin. Shu narsani o'ylab ko'rdingmi? Ha? Senga oxirgi shans beraman. Men podkrepeniya chaqirdim. Ular kelib polniy rayonni tutib chiqishadi va seni topishadi. Tushunaysanmi? Xo'sh, nima deysan? Kelishdikmi yo'qmi? Bahrom. Karimov. Karimov. Kim kerak? Mahvos, militsiya chaqiraman. Qochi. Dushmanim o'zimman deydigan, nima qilasan shoshma, dam olib qol deydigan, ertaga vaqtli turasan, ertaga hammasi zo'r deb meni aldiyman. O'zimman deydigan, sabab top beradigan, boshqalar aybdor deydigan, ayblarimni ko'rsatmay boshqalarni yomonlaydigan, meni dushmanim o'zimni ichimda yegan. Bizaga Bizaram bu muammolarni bizasi hal qilmoqchi bo'libdi. Yo'q, bolalar, men uni qilmoqchi emasman. Do'stim, sen rostdan ham ahmoqlik qilding. Baxi, biz bitta komandamiz-ku. Planimiz bor edi. Buqmoni bu yoqqa tiqilib. Aytdim orqamizdan tushishgan deb. Men, конечно, improvizatsiyani yaxshi ko'raman. Lekin bunchalik emas endi. Uni ustiga oldingda komiy bor edi. Uni ham hayotini xavf ostiga qo'yganingni qara. Bo'ldi qilinglar. Xo'p, Bahrom xato qildi. Zato hech kim o'lgani yo'q. Prosta omadi kelgan. Tutib olishganda nima bo'lardi? 3-planimiz kuttiga kirardi. Endi orqamizdan mentlar ham tushgan. Bo'ldi minna. Bo'ldi qillaring. Biz sen bilanmiz. Sen yordam bermoqchimiz, tushunaysanmi? Plan bo'yicha ishlashga harakat qilishimiz kerak. Harakat qilishimiz kerak. Cho'loqlochini gapida jon bor. Rost. Bizga ham oson emas. Sana aybsizligini isbotlash uchun shans bor. Faqat kelishib ishlashimiz kerak. Tushunaysanmi? Bolalar, kechiringlar meni. To'g'risi, nima qilayotganimni bilmay qoldim. Ammo ham esimga tushdi. Qaytish xohlamayman. Bo'pti, uni hal qilamiz. Lekin Bahrom, yana shunaqa improvizatsiya qiladigan bo'lsang, kutingga olmasan. O'tir joyingga. Jasur. Biza ko'rgan narsalarni ularga ko'rsat. Hadi. Man. Tufar. Qachon tugini savdolaring sani? Umarras. Ber telefonni. Telefoningni ber.
hammasi o'shani ishlari. Lekin senga hech narsa qilolmaydi. Hammasini tozalab Ada, demak, menga tegmaydi. Menga hech narsa qilmaydi. Shunaqami? shaxsan senga hech narsa qilolmaydi. Nimaiki qilsa, oldin menga qilib, keyin senga chiqishi mumkin. Qani yurishman bilan. Hammasi adasini ishi ekanda. Shu videolarni mentga jo'natsa bo'lmaydimi? Bu video dalil bo'la olmaydi. Xo'p, qanaqadir foyda berar? Bahrom, bu fignya. Bizga konkret, ishonchli dalillar kerak. Qanaqa dalil? Va o'sha dalillarni topishimiz kerak edi. Hozircha Shahzodga qo'limiz yetmaydi. Undan oldin otasini masalasini hal qilishimiz kerak. Otasini ismi Mansur. Yoshi 53 ta. Katta biznesmen. O'zini restoranlari, avtoservislari, magazinlari bor. Qo'yilman senga. Bo'ldi, bugun hamma dam olsin. Juda ham og'ir kun bo'ldi. Mansur bilan ertaga axir tanishib olamiz. Ey. Ovqat yo'laylik. Yaponchik. Olaman. Yo'q, nima edi? Kechirim so'ramoqchi edim sendan. Kechirdim. Ke bir yil. Sen hali mishoksan-ku. Nima? Rekord qo'yishimga ozgina qoldi. Вообще-то, bu man Tetrisman. Bolam, mana shu yerda o'tirib turgin, xo'p? Men hozir shundoq bir ishimni bitiraman, kelaman. Xo'pmi? Qimirlamang kerak. Hozir kelaman. Rekordchi. Hammalarni men tortdim bu ishga. Bilaman endi kech. Lekin qachon ketging kelsa men tushunaman seni o'rta. Rekordni inglizda bo'ladi. Birga o'ynashga zo'radi. Boshdan boshla endi. Tinchlikmi? Shef o'g'li ishkal qilib qo'ygan. Kech paytgacha mashitda o'tirdi. Odam urib yuborgan bo'lsa kerak, qamashmoqchi edi. Yaxshi guvoh topilib, haqiqatdor aniqlandi. Короче, ishni hal qilishdi. Tushunarli. Yurchi. Narigi guvohlarni chiqishimiz kerak. Bu nima? O'rta polkovnik. Sen gapni aylantirma. Kecha qochoq olib qo'yib yubording. Bugun esa bu. Sani boshqa qiladigan ishing yo'qmi? Biz Karimov sheriklarini qidiryapmiz. Bugun reyd o'tkazamiz. Unda buni Bu xullas o'rta polkovnik. Biz Karimov fojiasini qaytadan ko'tardik. Ba'zi chalkashliklar bor ekan.
Seni bu ishdan chetlashtirishim kerak shekilli. Jinoyatchini tutish o'rniga. Unga advokatlik qilsam, agar senga ishing kamlik qilayotgan bo'lsa, Rahimovni ishini qo'shib berishim mumkin. Bo'ladimi? Haftani oxirigacha Karimovni tutib bermasang, o'ldirib olasan. Tushunarli? Ha. Buni olib tasha. Xuddi shunday. Abdullayev Mansur, 53 yoshda. Shahzodning otasi. Uning bir necha biznesi bor. Restorani, avtoservisi, magazinlari. Undan tashqari uning asosiy biznesi uning IT kompaniyasi. Shaxsiy mehmonxonasini yuqori qavatlarda joylashgan. Gapi qisqasi, uni qanaqa qilib poylash yo'lini topishimiz kerak. Undan ko'ra Shahzodni gapirtirganimiz yaxshimiz. Iloji yo'q. Kecha Dubayga uchib ketdi. Uni ofisini chertyojlarini topdim. Ko'p vaqtini o'sha yerda o'tkazarkan. Birinchi o'rinda o'sha joyga kamera shchuklarni qo'yib chiqish kerak. Kiberatakadan boshlaymiz. Jasur erlardan tayyorlangan. Так, IT kompaniyasi bo'lsa, u yoqda spetslar ishlaydi. Zashitasi yaxshi bo'lsa kerak deb o'ylagandim men. Yosh bolalar, mana taklifdagi o'rtog'im yordam berdi. Biz u bilan hattoki Pentagonni ham so'rab qila olamiz. Qanaqa komandaligini bilsak bo'ladi. Qancha kam bilsang, shuncha yaxshi bilasan. Bo'pti, keyingisi. Biz ichkariga kiramiz. Go'yo restoranga uchrashuvga kelgandek. Assalomu alaykum. Sizlarga qanday yordam berishim mumkin? Bizni haligi yaxshi qiz. Bu sizga. Rahmat. Liftda yuqori qavatga ko'tarilamiz. Jasur kameralarni o'chirib qo'yadi. Keyin u kiberatakani boshlaydi. Ofisda shovqin suron ko'tariladi. Ketdi. Mansur kamdan kam kompaniyaga voqli boradi. Shuning uchun sizlar to'polondan foydalanib uni kabinetiga kirib olsanglar bo'ladi. Siz kimsiz? Sen kimsan? Men Mansur akani kompyuterlarni tekshirishim kerak edi. Bizdan bo'lganga o'xshaydi menimcha. Shef, xabar bor. Men yetdi, hech kim ko'rmasin. Men sizni oldin bu yoqda ko'rmaganman. Meni ko'rmaganmisan? Yo'q. Bakich. Men qaragan. Bolshotdan so'rasang, hayotingda ko'rgan eng oxirgi odam men bo'laman. Tushundingmi? Chop. Bonjour qizlar. Hozir vaqtni o'zbek qullaring. Mansur keldi. Ha, biz uni ko'rdik. Videoda sal semizroq ko'ringandi. Jas. Tak. Tushunmadim. Hammasini to'g'ri qildilaringmi? Xuddi o'tgan galgidek. G'alati. Tekshirib ko'rish kerak. Qanaqasiga tekshirish? Qanaqasiga? Shu ikkita oyog'i bilan boradi, ichkariga kirib, tekshirib, yana qaytib chiqadi. Voy, Mansur keldi-ku hozir. Endi ular hammani bitta-bitta tekshirib kirgizishadi. Hammani ham emas. Menda bitta ideya bor. Yo'q. Bu juda ham xavfli. Hozir qilayotgan hamma ishimiz xavfli, xo'p? Men qarshiman. Yiqilib tushishing mumkin. Yoki qo'lga tushib qolsang-chi yo'qda. Xullas, men seni qo'ya olmayman. Tushundingmi? Да, men sizni прекрасно tushunib turibman. Siz meni akamsiz. Lekin men o'sha kichkina qiz emasman. Всё. Men уже hal qilib bo'ldim. O'lib qolsang, o'ldiraman. Tushundingmi?
kameralarni qayerga o'rnatuvdingiz? Bittasi xonadagi katta ustunning orqasida, patologda. Ikkinchisi yon tarafdagi kitob javonning ustida. Proslушкani stol tagiga yopishtirganman. Hech qayerda yo'q-ku. Bo'lishi mumkin emas. Hozir o'rnatdim-ku. Aniqmi? Aniq. Shomi, bilib qolgan bo'lishlari mumkin. Tez qoch o'tdim. Отделнас. Assalomu alaykum, Asir. To'xta. Man stajyor edim, Tatuda o'qiyman. Bosh kelaman deydi. O'tga birinchi kelishim. Razrabochiklar chaqirishuvdi, lekin ularni topolmayapti. Koridordan hozir o'ngga qayras, oxirigacha borib chapga. Kutib olishadi. Katta rahmat. Hammasi joyidami? Da bo'ladi. Lekin u yerda kameralar yo'q ekan. Tushunmadim. O'ziga to'pda. Orqasidan olishimiz kerak. Turishimiz kerak olsa edi. Bu tasodif emas. Jonga tegdik. Bundan ko'ra bu rayonda qanaqa biznesi borligini bilib yurgan Jasur. Okey, faqat bugun ikkinchi marta parod bo'lyapmiz. O'sha yerda kimdir bor bunga shuncha tashab qo'yish kerak. Mani to'shni tanib qolishadi lekin. Bahromga mumkin emas. Jas, sen borasan? Yo'q, hamma yoq kamera bo'yotibdi-yu. Men boraman. U ichkarida-yu. Men hamma yoqni tekshirdim. Etdim, u bizani sezib qo'yandim. Davay, tez ketdik. U ko'p narsani biladi. Endi o'likalarni yo'qotishga harakatda boshlaydi. Shuning uchun kuzatishimiz kerak. Bo'pti, yaqin atrofda avtoservisi bor, o'sha yoqqa hayda. Endi hozir bizaga biza hali hech narsa qilganimiz yo'q. Jimlaring. Jasur. Assalomu alaykum. Leytenant Rahimov. Assalomu alaykum o'rtoq komandir. Tinchlikmi? Tinchlik. Bizga navodga kelib tushgan edi. Shubhali bir narsa ko'rmadingizmi? Yo'q, bu yerda hech qanaqa shubhali narsalar bo'lmasa kerak. Hamyotda tinch. Sizlar borsizlar-ku. Kelguncha bir hafta bo'ldi, aka, oldiring unga boshla. Oyog'i so'ralamiz. Oyog'i oyog'i og'rib qoldi. Shuncha ona yana men keldim. Tezroq boraylik. Qo'yori. Qo'yori. Voy nima qilyapsan? Voy. Shoshma, kattalar ishonma. Ular har doim aldashadi. Ketdi.
Qaytdim. Birortadan bormi? Hech qanaqa plan yo'q, vaqtimiz yo'q. Просто boramiz, daldan talab qilib olamiz. Okey. Turib qo'ydilar. Biz bilamiz, bu ishlarni hammasini boshida san turibsan. Mana hammasini Konkret inson emas, sani bolalar. Berkitish foydasi yo'q. Nargizani sani o'g'ling o'ldirgan. Sen esa bu ishlarni yoqdi-yoqdi qilgansan. mana shu kameraga qarab o'z jinoyatida tan oladigan darajada to'poy deb o'ylayapsan. Faqat buning ahamiyati yo'q. Kameralaring ishlamayapti. Bu yerdan chiqib ketishlaringga 10 sekund vaqt beraman. Keyin skvorlilaringni tashlab tinch hayot, to'g'rog'i qochoq hayotga ko'nishingga to'g'ri keladi. Joyingda tur. Gapirgandan foyda yo'q, gaplar shunchaki bu gap, bu ashula yoki eplab ol, sen o'zing yovuz va